Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Fura minaman deganlardan bormi ichimizda? Mana Volvo'ni Euro 6 460 taligi. Mana eng usqarasidan, eng zo'ridan. Mana ichlari ham kabinalari, spaninlarigacha bor, haladini deysizmi, luboy narsasi bor mashinani. Bu endi Yevropada mana shu Volvo eng zo'ridan. Bu mana preseplari ham mana refrigerator deyilar ekan. 22-yilda chiqqan ekan mana. Nimasi ham mana Termakent 25 turibdi. 22-yil ekan. Mashinaning o'zi 2017-yil, probegi 1 million ekan. Balonlari hammasi yangi qo'yib qo'yilgan ekan. Zo'r holatda ekan balonlari. Mana 80% ekan balonlari. Egalari aytayapti, mashina вообще zo'r. Hech qanaqa ayb yo'q ekan mashinani. Yurish turishi hamma yo'g'i zo'r ekan. Ko'ringlar mana. Buni olib faqat mana shu Yevropaga qatnaydiganda o'zi ham yukni ola olsa kerak-a? Qancha bo'lsa ola oladi? 22 tonnaga moslashgan. 22 tonnaga moslashgan ekan yuk. Mashinani qaranglar, zo'r ekan. Uni narxi $78.800 ga.